Jasur aka yo'q deydi, Abdulloh aka aytdi, Saturn kelar ekan dedi. Akam shunaqa dedilar. Bolalarga ayt, qarab anaqa tegmasin короче dedi. Chunki bolalar yomon ko'rardi uni. Keyin zalga keldi. Keyin boshladi trenirovkani. Men aytdim bolalarga, qani temalaring ko'ringlar, nima qilar ekan xatti-harakatini. Keyin yo'q, bolalar bilan chiqishib anaqa qilib ketdi. Qani dedim, men sinayman dedim. Nima qilar ekan? Chaqirdimda ishir dedim, sharik dedim. O'zi unaqa odatim yo'q. Просто sinovdan o'tkazish uchun. Keyin shu bilan ishirdi, bitta urdim, xush kelibsan akam dedim. Hali Jasur akam qabul qilganlari yo'q uni. Hali bizani jamoaga qo'shilgani, ana 100% anaqa emas. Jasur akam masalan, Jasur akamga чистый боец kerakda. Piarchilar yoqtirmaydi. Ha, yoqtirmaydilar. Shuning uchun meni ham bitta harakatimga urishib beryaptilar. Chunki Jasur akam nima deydi, o'rganmaganda meni unaqa qilib